Bu yer Tibet asas kanununda bir ayrıtılgan, tafsili to'xtalgan, o'ngishli hal qilingan bir saylam uchun shart bo'lgan, bu ramka nihoyat aniq belgilangan ekanda. Saylamning qonuniy asosi ommaviy e'tirofga erishishga qadam bosqichlar nihoyat tafsili. Şoň her bir organ ve şahsın hukuk mecburiyeti, yani saylovchilarning huquqiy ve mecburiyeti nima? Baş ministrning huquq nima, mecburiyeti? Parlament a'zolarining huquq nima, mecburiyeti nima? Bu nihoyat aniq belgilangan. Andın her bir şahsga qo'yilgan talep, mesela parlament a'zolari qanday o'z parlament a'zolari bo'la oladi? Mesela hozir dedik, 1000 ovoz elish kerak ekanda. O 5 adam gapni o'tkazolmaydigan adam berib, "Men parlamentga kiraman" deb kiramaydi, 1000 tal bilet ekeldi deb aytadigan gap. 30 adam yig'ib, o'z odam bilan qo'shib dunyo nimasi oldu? Nedir o olim oldu? Hozir shu yuqoridan tuvangi seriydigan bir ishni chiqadi. Bular balki haqiqatni saylam degani boshqa bir hal qilish usuli bo'lishi mumkin. Haqiqatni saylamda bularning masalani hal qilish usuli boshqacha bo'lyapti. Sud mahkamasi qaror chiqardiki, oxirgi beribchi. 2016 ning saylamining materiallar bir qator to'liqkan. Qarab baxtim saylam bir necha bosqichga bo'linib o'tkazib berilibdi. Bir qatimda hal bo'lmaydi bu masalachi. Aşınadım nurgun talaş tartış bilen en ahire Lobsan Sangay nait küçük bir avaz farkı bilen tuttu hem de. Hatta Dalai Lama'dan kimni qo'llaysiz? Dalai Lama xalqimni kim xalqimni yaxshi ko'rishini qo'llayman deb mujmal javob berib ifade bildirgan olmabdi ekan 2016. 11'dimi? Şoň bu devatda Dalai Lama qat'iy ta'sir ko'rsatmadi maaşlarga debchi. Kimni saylanib chiqsa ashundan quchoqlash xizmat qiladigan Dalai Lama'da. Taraf tutmaydi ekan yana Dalai Lama. Unda onun tarafi küçük. Bunu her şekilde çıkarsınız, resim uçsa birden Lobsan Sangay bunu kucaqlab boynuga sharpatıp egilip resim uçuvatkan, birden Lobsan Sangay'ın rıqabatçisi olgan yani bir taraf oturuğa çıkıp bunu hürmet bildirvatkan aşına bir aletini ko'rdik-miz hem. Pempa'nın Dalai Lama'nın yoldan chatnap ketdiğini deb qilgan ba'zi bir videoları varken nihoyat g'azab bilan Lobsan Sangay'ni tillagan. Lekin Dalai Lama buni pozitsiya bildirmoqchi uchun qat'iy bu bir siyasi ustadlık bilen ep beriyotgandek turdu. Bu yerda şahsning huquq doirasi mas'uliyat nihoyat aniq belgilangan. Bir odam boshqalar haqida emas, o'zi haqida javob beradi. Shu butkul dunyoda va Xudoyimning oldiga borgan chog'da. O'zi meni tilab ketayotganlar degim keladi-da, Xudoyim qiyomatda sendan meni so'ramaydi, nazmatni nima qildi deb. Sen nima qilding deb so'raysan, ma savolga tayyorligini qil. Men mush savol uchun ishlayapman. Men nima qildim degan gapning javobini berish uchun tayyorlik qilyapman, deymi? Men herkes boshqa odamlarning nima qilganligini so'rolmaydiganligini obdan bilaman. Şoň muş meseleni bu talepni şahsla özüge koyuş gerek, başkalarga emas. Özünü soruş gerek, başkalardan emas meselelerde. Eğer mening yo'l qo'ygan ideyam xato bo'lsa, sen bir ideyani o'tirib qo'yishing kerak-da. Voy ani qilding, mani qilding deb talash, qavash, chametish, o bir madaniy dunyodagi insonlarning qilgan ish emasligi chiqyapti. Yana bir masalaga kelsak, Tibetlarning sud mahkamasiningki amaliyotda shu her narsadagi tüzüm, belgilimeler, kanun prensipler aslında oçuk yezilip ketken bolsa, biz onun da ta'lim algan bolsak, işte hozirdan asan yaxshi yurish qilgan bo'lardi. Aslida biz qiladigan masala shu, biz odamlarga emas, tuzilmaga, odamga emas, yezilgan narsalarga hurmat ko'rsatishni o'rgangan vaqtda, masalan biz dedik-ku, qonuniy bo'lib qoldi. Saylam qonuni. Ya'ni bu Tibetlarning saylam qonunining mukammalligi Muşu bunların saylam faaliyetinin oңuşluk buluşu ve saylamdaki teşebbüs kılvatman adam sanının köp buluşlarını keltirip çıkan amillarından biri. Ancak bir yerde sot mahkemesi. Sot boğankin adalet var degen gap. Saylam kanunu boğankin qilip var degen gap. Adalet bolsa, qilip bolsa, formula bolsa bu yerde kim xatirjam bolmaydı? Şoňa bu biz hal qiladigan masala ekan, qoida bo'yicha bu şu Sharq Turkiston sürgün hükümeti ko'rib chiqish bir program oldu deb qarayman bugungi programmani. Agar bizmi shu o'zimizning parlamentini safarga keldik, albatta bu hukumat bilan parlamentning hech qanday munosabat olmaydi qoida bo'yicha. Bizda parlament a'zolaridan tortib saylamdan tortib prezident aralashib belgilaydigan bir ish chiqdi. Endi buni ba'zi bir ehtiyojlarimiz tufayli barliq kelgandi. Ammo biz mush ishni hal qilyapmisak, ya'ni saylam masalasi bilan shu prezidentning masalasini ayirib hal qiladigan saylam qonuni ayrim, sud ayrim, parlament ayrim, prezident ayrim bu xil shaklda ma'nodagi ishni qilamisak, bu keyingi ishlarimizda bizning cho'ng birlikni yaratmog'imiz ta'sir bo'ladi ekan deydi. Butkul dunyoga qarab baqsak, masalan Trump saylamni Trump o'tkazmaydi, masalan saylam ishxonasi o'tkazdi. Uning agar biror prezident bilan bosqanligi bilinsa, u jinoyat o'tkazgan bo'ladi qoida bo'yicha. Şoň bu ýerde saylam kanuni, yani saylam işhanesi, sot, parlament, andın yazma ölçem. Muş
Üç narsa bir o'lchamning ustida turib xizmat qilgan vaqtda anandan keyin bir natijalik bir ishni qo'lga olib bo'lish mumkin deb qiladi.